14 kişilik stol stullarni bugun Qo'qon shahriga olib keldik. Xon taxtasi 362 120 graf posonda ishlangan komplekt. Orqa oldilar ponni mягкий ko'rinishda qilingan komplekt. Oyoqlar simala posonda, akvarium posonda. Asosan 6-7 metrli uylarga mo'ljallab tayyorlangan komplekt. Narxlarini kelishtirib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida kelishtirib beriladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda chiqarib yuboramiz. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'shqo'rg'on shahariga, Tojikiston Respublikasining Andarxon Sadoqat chegara postlarigacha, Turkmanistonda O'zbekiston bilan chegaradosh, Buxoro Olat yoki bo'lmasa Xorazm viloyatlari chegara hududlarigacha dastavka xizmatlari qilib beriladi kelishilgan holda. Mana shunday ko'rinishdagi xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda telefon raqamlar qoldiramiz. Bemalol telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasa, kommentariyalarni ochib qo'yganmiz. Kommentariyada qanaqa savollar bo'lsa, bemalol savollarni beraverasizlar, javobni beraveramiz. Birato'la uylar manzilini, uylar razmerini aytib o'tsanglar, sizlarga dastavka xizmatlari haqida, uylarga necha kishilik stol-stullar tushishi haqida ham batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. E'tiborlar uchun katta rahmat.